Nima? Ko'ryaptimi? Negadir siz ovozingiz past kelyapti menga. Bilmadim. Tekshirib ko'ringchi. Bo'ldi, endi yaxshi. Nima? Ismim Islombek. Islombek. Bizni Azizam Collection degan ekspert bor. Ular tikuvchilik bo'yicha. Azizam Collection Instagram'i. Ekspert. Aziza Xolmatova ismlari. Ular tikuvchilik bo'yicha tajribali mutaxassis. Xo'p. Biz ularni kurslarini sotuvini yo'lga qo'ydik. Mana 1 oy bo'ldi rovna desa bo'ladi. Tak. O'tgan safargi 1 oydan oldin boshlaganimiz bizga 110 ta sotuv berdi o'rtacha. Sredniy chek 800 ming desa bo'ladi. Eng qimmat chekini 895 ming edi, eng arzoni 795 ming edi. Lekin Hangi link tashing sразу Instagramlariga. Anaqaga tashing, pastga. Xos. Chatga yozolmayman-u anaqaga. Bundan oldingi publikatsiyangizga kommentariy qilib tashib qo'yaman. Tashing. Siz ссылка bergan kommentariyga nima qilib qo'ydim, jo'natib qo'ydim. Ko'rdim. Xo'p. 110 ta sotuv bo'ldi bu 20 kun 25 kun ichida. Eng arzon produktimiz 795 ming, eng qimmat 895 ming. Ikkita tarif qildik. Ko'p narsaga ulgurmadik sababi shu 110 tagacha sotuv bo'ldi. Lekin yetishmovchiliklar ko'p. Marketingda ham, sotuv bo'limida ham, sotuv bo'limini ham mana endi sekin rivojlantiryapmiz. Asosiy savol nimada? O'zi sizdan so'ramoqchi edim. Tasavvur qiling, sizni aytaylik, mumkin bo'lsa singlingiz professional tikuvchi, 150 mingta obunachisi bor, profili bor va u sizdan kursingizni, o'zini kurslarini zapus qilib berishni so'radi. Shu holatda siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Birinchisi bu sotuvni qanaqa qilib amalga oshirish, ikkinchisi bu o'sha auditoriyani ko'proq olib kirish, uchinchisi o'sha bundan oldin bo'lgan nimangizga o'xshab воронкаlar, то есть bizda utechka katta deb o'ylayman. То есть odam ko'p na samom dele, lead ko'p, u bilan ishlash tobora qiyinlashib boryapti. Hozir mana o'sha ikkinchi patogini yo'lga qo'yganmiz. Bugundan mana sotuvlar boshlandi. Даже o'g'il bola qizlarga, ayol kishilarga telefon qilib, bugunning o'zida ikkita sotuv qildi. 1 million 330 mingga ko'targanmiz narxni. Bu o'rta narx. Pro degan tarifi narxi. Aytmoqchi bo'lganim, даже o'g'il bola ham ayol kishiga telefon qilib, ayol kishining ishini qilib, mana bu tikuvchilik kurslarini sotyapti. Biz endi отдел продажи ishini qilyapmiz. Odamlarni oldik, qizlarni oldik. Ertadan уже yana o'rgatishni boshlaymiz. Savol shu. Siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Qaysi yo'limiz ko'proq to'g'riroq bo'lardi? Хорошо, давайте молодежи tushunib olaylik. O'zi nima bo'lyapti, qanday qilib ketyapti, что там, как там, в целом situatsiyani o'rganib olaylik.
Bu uchun menga hozir aytib bering. Hozir men ko'rgan narsam bor edi. 145 mingta auditoriyalari bor ekan. Aktivlardan nima bor yana? Axvatlar qanaqa? Tak, Axvat o'sha kanalda Axvat 2 million 700 ga chiqdi. Ne, menga har bitta misol uchun Reels axvati kerak, Stories axvati kerak. O'rtacha menga uchib ketgan anaqalar kerak emas. Tak, o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, keling men hozir kiraman-da, ko'rsataman. Sredniy ko'rsatardi, adashmasam anaqa. Instagram o'zida ham. Hop, mayli. Sredniy 50 mingta, 5 ming, 8 ming, 30 ming, 20 ming, 17 ming targit urilganlar ham bo'lishi mumkin. 36 ming, 44 ming. Organikani o'zida men tushunishim bo'yicha taxminan 15-20 ming atrofida. balki. Stories qancha qo'lan ko'radi? Tak, Stories где-то 2000 tagacha ko'radi. Tushunarli. Telegramda baza bormi? Baza bor, 4000 taga yaqin, 3700 ta kanal. Axvat necha foiz ko'radi? Tak, hozir. $2000'gachaga. Da. 1900 ta deylik. Хорошо, tushundim. Endi sifralarni ayting. Menga produktni tushuntiring. Produkt qisqacha qilib aytganda sen ham chevarsan nomi. Bu produktimiz noldan o'rganmoqchi bo'lgan mijozlarga va qanchadir yillik tajribasi bor, faqat malakasini oshirmoqchi bo'lgan ayol qizlarga, ayol kishilarga to'g'ri keladigan produkt. Novichkov va auditoriya emas ekan, demak, to'g'rimi? Novichoklar ham bor lekin. Asosan necha foiz? Kim klientingiz? Примерно 20-30%. Agar men bunaqa слишком novichok deb oladigan bo'lsangiz, sababi nimaga tushuntiraman? Prям нулевой novichoklar bor deganim. Men bunaqa odamlar ko'p. Oyis telefon qiladi-da, qizim tikuvchilikka rosa qiziqadi, siz profilingizni ko'rib qoldik. Qanaqa qilasizlar? O'rgatasizlarmi? O'rgansa bo'ladimi? Men qizimga kurslaringizni olib beraman-da, o'qiydi. Вот mana shunaqa odamlarni prям нулевой novichok deb hisoblasak, agar где-то 10%. Atak tikuvchilikka qiziqib yurib, bironta kursda o'qimasdan, lekin tikishni ham hali bilmaydigan odamlar, unaqalar bizda asosiy bazamiz. Хорошо. Produkt narxi qanaqa bo'lyapti? 1,134,000 start narxi. Так, давайте. Yoki sizga chegirmasi bilan aytaymi? Menga фактический narx ayting, который sotiladigan narx. 1,134,000 narx ayting menga. Start tarifi 1,134,000. Hop. Professional 1,330,000. 330,000. $100. VIP 5,200,000. Hop. Shular. Qanaqa sotyapsizlar endi buni? Labbi? Qanaqa sotyapsizlar buni? Strategiya qanaqa bo'lgan shu kungacha? Tak, strategiya. Bundan oldingi birinchi potokda 110 ta sotuv bo'ldi. 110 ta sotuv bo'ldi. Unda lekin narximiz arzonroq edi. Xo'p, necha pul tushdi o'sha yerdan? Hozir. Taxminan 90 million. 90 million tushgan. Keyingi etap Ikkinchi potokimiz mana endi boshlandi. Undan mana где-то 3 tamiz sotuv bo'ldi. No, kecha boshlandi, endi boshlandi-da.
Mayli, uni yozmay turamiz. Mayli, mo'ljal qancha? Mo'ljal 150 ta sotuv. Agar byudjetda yetadigan bo'lsam, $200 millionda. 200 million. Tushunarli. Strategiya. Qanaqa qilyapsizlar hozirgi etapda? Hozirgi etapda bizda основной organikadan keladi. Bu foydali videolar chiqariladi. Ko'pchilikda uni tikishni o'rgataman, buni tikishni o'rgataman. Plyus qoldiring, unga chatbot ulanadi. Chatbot savol-javob qilib, oxirida saytga ссылка tashlaydi. Tayyorlab qo'ygan saytimiz bor, sildada. Oxirida mijozini ko'rib chiqib, nomer qoldiradi. Nomer qolgandan keyin biz ularga aloqaga chiqamiz. Bo'ldimi? Bo'ldi. No, organika, mana misol uchun Instagramga, Telegramga yozishadi. Kursingiz qancha, qanaqa, nima bo'pti? Понятно. Progress qiladigan joyimiz yo'q. Kerak emas ham. 2000 Progress. ahvolda qanaqa progress qilardingiz? Bunaqa narxli produktni. Хорошо. Lekin sizga ko'proq narsa qilsa bo'ladi. Agarda men shu ish bilan shug'ullanganimda, to'g'ri, men qanaqa qilgan bo'lardim? Shunisi qiziq. To'g'risi. Так, давайте mana shu shunda bitta raqamlarda to'xtaylik. Men bu lid narxi necha puldan tushyapti hozirga? Lid narxini primerni aytolmayman, lekin ular bizga tekin tushyapti desak bo'ladi. Target yoqib ko'rdik, ko'p yoqmadi. Где-то 25 kun sotuv qilgan bo'lsak, 7 kun, 10 kun target yoqdik. 25 kun sotuv qildinglar, lekin 3 ta sotdinglarmi hozir shunda? Yo'q, bundan oldingisini aytaman. Undan oldingisi, bu qachon bo'ldi aytgancha? 23 apreldan 16 maygacha. 15-da birinchi patok, 15 mayda birinchi patogimiz boshlangan. Keyingi sotuvlarimiz, patogimiz mana endi boshlandi. Start kuni 25-iyun. 25-iyunda dars boshlamoqchisiz, to'g'rimi? Ikkinchi patog darsligi yopiladi. Biz hozir o'shanga nabor qo'yamiz. Хорошо. Darslar onlaynmi, offlaynmi? Onlayn. Zapislarmi? Video darsliklar yoziladi. Har hafta ekspertni o'zi bilan jonli muloqot bo'ladi. Undan tashqari kursimizda kurator biriktirilgan, savollarga javob berib, tushunmagan narsalarni tushunadigan. Tushuntirib. Xo'p. Ключевой результат. Produktni o'qib chiqqan odamning ключевой результati nima? 0 dan bilmagan odam ham produkt kurs tugagandan so'ng tikishni o'rgana oladi. То есть libos, ko'ylak, shim tika oladi. Tikuvchilikda nozik masalalari bor, bu o'lchamni to'g'ri olish kerak. Andoza bilan to'g'ri ishlashni bilish kerak. O'sha narsalarni o'rgana oladi 100%. Modellashtirish, bu ham juda ham ko'p odam qiziqadi bu narsaga. Aytaylik, misol uchun agar mani oyim oldindan bir tikuvchi bo'lib kelgan bo'lsa, ularga modellashtirish desam, ular menga o'rgata olmaydi. Modellashtirish bu как бы более zamonaviy yo'nalish. O'shaning uchun ham yoshi katta ayol kishilar ham modellashtirish desak ko'proq qiziqadi. U modellashtirish, adashmasam, stilini topishda, to'g'rimi? Qisqa qilib tushuntiraman. Misol uchun siz futbolka olasiz, biror bir arzonroq do'konda, razmeri XL. U sizga qolipdek tushadi. Prям qopga o'xshab tushadi. Siz razmeringiz, lekin qopga o'xshab tushadi. Modellashtirilgan XL da olsangiz, ozgina pritalenniy mana bu bel tomonlari ozgina tushundim. Qilingan Formula sizni ustingizga tushadi-da endi. Tushunarli. Qomatingizga. Whatever. Короче, okey. Asosan hozir produktlar faqat organikani o'zida sotilganda, to'g'rimi? В основном shunaqa. Undan oldingi anaqadacha, zapuskiladacha. U qanaqa sotilgan? O'zi hozir shu birinchi zapusk haqida aytdim.
Bu ikkinchi zapusк haqida mana endi boshladik. Qarang, mana bunaqa bo'ldi-da. Biz tars boshladik-da, misol uchun men sotuvdan, marketingdan ozgina bilimim bor, boshqa nimam bor-da, lekin imенно kurs sotish, onlayn kurs sotishlarda unaqa mana endi bo'ldi bunday opit. Shuning uchun bir oy qildikda, men o'zim sotuvda 8 yildan beriman, lekin mana bunaqa onlayn, mana bunaqa zapuskga mana endi aralashdim-da. O'sha bizda 25 kun bo'lgan bo'lsa, 10 kun narximiz pastroq edi. 10 kun narxni ko'tardik. 10 kun mana bunaqa qilib ko'rdik. Tam 5 kun aytaylik, boshqacha strategiya qilib ko'rdik. 5 kun yana boshqacha strategiya qilib ko'rdik. O'shaning uchun sizga bergan savolim shunaqa bo'ldi. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Qaysi biri to'g'ri yo'l? Men 100% uveryapman. Buni x3 qilsa bo'ladi. Hozir qanaqadir ekspertga shuni topshirib yuborsam, mana shu bazadan foydalanib, shu nimadan foydalanib 100 million emas, 300 million qila oladi. Faqat men qaysi xarita to'g'riligini bilmayman. Har bir yo'lni bosib o'tishga meni vaqtim yo'q. Xo'p. Agar Kamolxon shu sohaga kirishganida nima qilgan bo'lardi? Birinchisi, bu holatdagi ekspert bilan meni zadacham bitta zapusk qilish emas. Nimaga? Chunki bu ekspert haligacha mikro hisoblanadi. Mikro ekspertlarning asosiy bular men chumoli ekspert deyman-da. Chumoli ekspertlarning asosiy zadachasi qolgan ekspertlarga, ya'ni konkurensiyaga nisbatan, qolgan raqobatchilariga nisbatan tezroq o'sish. Qachonki tezroq o'sish bo'ladi, qachonki tezroq sotuvlarni ochsa. Qancha tez o'sha mikro zapusklar qilsa, shunchalik tez o'sa oladi. Boshqalarga qaraganda. Bu bir. Ikkinchisi, demak, bu yerda mana o'sha biznes modelim nima bo'lyapti? Kamolxon bu yerda sotuvlarni постоянка qilish kerak. Doimiy sotuvlarni sistemasini shakllantirish kerak ekan demak. Хорошо, endi bu uchun nima qilgan bo'lardi? Hozirgi ekspertimda produktovoy lineykasini agar qo'llaydigan bo'lsak, produktlarini hozirgina faqatgina flagman produkti bor. To'g'rimi? Shunaqa. Undagina faqat hozir flagmanskiy produkti bor, который narxi tak, qaniydi? Mana $80 dan $400 xullas. Xo'p, endi bu yerga yana qo'shimcha produktovoy lineyka tuzgan bo'lardim. O'sha produktovoy lineykadan kelib chiqib, keyin o'sha voronkalarni yasashni boshlagandim. Ya'ni eshiting. Xo'p. Auditoriyani осознанностini oshirish maqsadida, осознанность bu nima? Bularning xabardorligi degani. Ya'ni meni auditoriyam, menda kirayotgan auditoriyam produktimga nisbatan qanaqadir bir tushunchaga ega bo'lish uchun men ularga oldindan produkt nima uchun kerakligini yetkazib qo'yishim kerak, miyasiga qo'yib qo'yishim kerak shu narsani. To'g'rimi? Bu uchun menga nima yordam beradi? To'g'ri, sizlar hozir organikada qanaqadir reelslar chiqaryapsizlar. U reelslar keyin sizlarni qanaqadir saytga olib boryapti. Saytda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Produkt bo'yicha-da, faqatgina bazaviy anaqalar berilyapti, informatsiya berilyapti. Qiyin o'tdi tushuntirib berish ham. Narxi yo'q. Nimaga? Chunki bilasiz, o'zingiz ham что narx qo'ysangiz, sizga bitta ham lit qoldirmaydi hech kim. Sotuv shu bilan o'zida to'xtab qoladi. Hozir asosiy sizlarning sotuvinglar faqatgina sotuv bo'limidan ushlab turibdi. Lekin bu sistema emas. Ertaga qanaqa o'sasiz desam javob bera olmaysiz. Nega? Chunki bu yerda raqamlar yo'q. Asosan chunki faqatgina organikani o'zida bo'lyapti. Organika bugun bor, ertaga yo'q degan narsa-da bu. Ertaga tam kutib o'tirurmisiz, qaysi reelslarish uchadi, uchmaydi. To'g'rimi? Bu sistema emas-da bu. Bu doim o'lchash mumkin bo'lgan narsa emas. Men bu narsani umuman tarafdor emasman. Men buni axbatinglarni oshirib beraman, tuda deydigan odamlarga men voshim ishonmayman. Nimaga? Chunki qanaqa u biladi men axbatimni qanaqa oshirishni? Qachon oshadi, qachon oshmaydi bilmaydi o'zi ham. O'shaning uchun menga bu narsa model umuman to'g'ri kelmaydi. Men organikani qoldiraman, faqatgina qachonki cho'qli baza bilan ishlash maqsadida men bu organikani qoldiraman, lekin men bitta xalotka bilan ishlashni o'rganib olishim shart. Lekin sizlar to'g'ri qilgan ishinglar, birinchi zapuskinglarni organikani o'zidan olib kirganinglar bu sizlarning plyusinglar bo'ldi. Nimaga? Chunki ichki tizim uchun oldinglar qanaqa bo'lishini. Qo'shimcha qilib o'taman. Bu anaqa ko'pli auditoriyaga bu akkaunt orqali kurs sotilishi birinchisi emas. Bu o'zi mana shu zapusklarga qanaqa qilib kelgan. Profil ochgan, oddiy tikuvchi qiz, Shahzoda Muhammedovada o'qigan, tekstillikni bitirgan,
qiziqishi baland bu narsaga. Sekin lichniy brend rivojlanib borganda, keyin qayerdandir shu kurs qilish fikri kelib qolgan. Bitta, ikkita, uchta kurs qilganda sotilishni boshlagan. Ular ham yomon bo'lmagan. 30 million, 20 million, 40 million, 2-3 oy davomida tam оборот 100 milliongacha bo'lgan. Keyin biz adavay dedikda, ofis oldikda, call center qildik, CRMlar qo'ydik, bir ikkita sotuvchilarni olib keldik, qilib ko'rdik, 25 kunda 3 oylik natijani qildik. Endi bo'layotgan narsa ko'p. Endi oldinga yetirish kerak. Endi oldinga intilish kerak. Siz gaplaringiz 100% to'g'ri. Men bitta narsa yana bitta qo'shib o'tmoqchi edim. Men o'zimni ko'rib turgan narsam, men bu varonka bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 10 mingta ko'rdi, 5 mingta qoldi, tam 2 mingta biz 1000 taga sotishimiz kerak. Qolgani уже chiqib ketdi. Men bu 1000 ta qizib turibdi. Bizda hozir qanaqa bo'ldi? Men bu 10 ming taga sразу telefon qilamiz. Bilaman. O'sha narsa nimaga mana etapnost men bu yo'l dedim-ku, qaysi yo'ldan yurish bilmaymiz dedim-ku. O'sha varonkani qaysi biri biz uchun to'g'riligini aniqlash qiyin bo'ldi. Bu varonkalarni men boshqa ishlatmagan bo'lardim, to'g'risi. Nimani ishlatmagan bo'lardingiz? Bu varonkani. Hozirgi varonkalarni men boshqacha varonka tuzgan bo'lardim. Xo'p, давайте, davom ettiraman. Dальше yana savollar chiqib ketsa, aniq qilasiz. Xo'p. Yetib ketasiz. Хорошо. Qarang, produktovoy lineyka menda hozir flagman bo'lib turibdi, lekin buni ichiga men ana bolalarga o'xshab anaqa qo'shgan bo'lardim. Qo'shimcha produktlar qo'shgan bo'lardim. Eng birinchi qo'shishim kerak bo'lgan produktim bu lead magnet. Bu siz nikah. Nimaga? Chunki men buni birinchi o'rinda anaqada ishlataman. Birinchi задачам, который menga lead magnetim hal qilib beradi, привлечение новой аудитории. Ya'ni yangi auditoriyani jalb qilish menga zadachasini birinchi bajarib beradi. Ikkinchisi konvertatsiya. Konvertatsiya suv auditoriyani, ya'ni xalotkani teplый bazaga aylantirish uchun menga konvertatsiya qilishga yordam beradi. Konvertirovat qilishga yordam beradi. Lead magnet. Дальше. Uchinchi etap, bolalarga aytganimdek, hozir lead magnetni zadachasi menga oldindan to'lovlarni qildirtirish. Bron deylik. Bor bu narsani. Bu narsani qayerda ishlataman degan savol bor. Qaysi platformadan? Da. Qaysi joylarda men bu narsani ishlatishim kerak degan narsa turibdi hozir bizda. Endi qarang, lead magnet bizda как органика formatida выступать qilish mumkin, как и платный трафик formatida ham выступать qilish mumkin. Endi organikada bu nima bo'ladi desa, organikani o'zida meni zadacham tak. Men sizga yana bitta narsani tushuntirib ketaman mana shu joyda. FBF degan narsa bor. Funnel before funnel. Varonkadan oldingi varonkangiz. Ya'ni sizni asosiy varonkangizga olib kiradigan qo'shimcha varonka. Tushundingizmi? Ma'nosini? Da. Bu yerda menda nima? Misol uchun mana sizlar hozir qanaqadir organikada kontentni chiqaryapsizlar, to'g'rimi? Bu kontent uchib ketish ehtimoli ham bor, yokida eski qanaqadir auditoriya ko'rmagan bo'lsa, anaqa yetib borish ehtimoli bor, yokida yangi qo'shimcha auditoriyaga chiqish ehtimoli bor, to'g'rimi? Men u auditoriyani просто sливать qila olmayman-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Men nima qilishim kerak? Mana shu holatda o'zida ham, mana shu voqeani o'zidan ham maksimal foydalanib olib, samaradorligimni oshirishim kerak. Chunki menda hozir har bitta lead menga juda anaqa qadrli. Men iloji boricha har bitta odam bilan bu yerda maksimal samarasini oshirib, sotuvga yetaklashim kerak ularni. Olib borishim kerak. Endi mana bu narsani o'zi sizda FBF bo'lib ishlayveradi. Varonka перед воронкой. Endi bu narsa sizga o'sha как раз sizni lead magnetingizga olib kirib ketyapti. To'g'rimi? Shu vaqtda nimadir ketyapti, berilyapti bu yerda. Lead magnetda har xil formatlarni ishlatingiz bo'ladi. Video dars bersangiz bo'ladi. Qanaqa qilib tikuvchilikda kirish mumkin. Yokida qanaqa qilib auditoriyani analizini o'tkazasiz baribir.
Kazdev degan narsalar bor, изучение аудитории degan narsa bor. Keyin anaqa bor. BDF analiz bor. Keyin qo'rquvlarini, ehtiyojlarini, muhtoj anaqalarini, qo'rquvlarini, maqsadlarini, xohishlarini, e'tirozlarini o'zicha tiqib chiqishingiz kerak auditoriyani. O'shani asosidan sizda mamki FBFga уже anaqalar tuziladi, temalar tuziladi. U temalarni siz mamki olib chiqasiz. O'shani asosida siz hattoki lead magnitlaringizni shakllantirsangiz bo'ladi. Keyingi etap sizda lead magnitga olib kelib, voronkaga olib tushib olish bo'ladi. Voronkani siz misol uchun botingiz o'zida berishingiz bo'ladi. Botingizdan keyingi etap u уже sizni xohlasangiz flagmanskiy produktingizga предзапись bo'ladi. Mana shu joyi o'zida sizda уже sotuvga konversiyangiz oshadi. Uni keyingi zadachasi sizda hozirgi organikani o'zidan qanchadir pul chiqarib olish. U keyingi etap o'sha pulni siz yana reinvestitsiya qilish bo'ladi. Reinvest. То есть tikkan pulni yana obratni o'ziga tikib olishingiz kerak. Lekin faqat bu narsani o'ziga emas, boshqa varonkaga tikib olishingiz kerak bo'ladi. Dальше ketdi. Mana lead magnet sizda organikani o'zida ishlayapti, to'g'rimi? Mana organikada sizga trafik olib kirib beryapti. Yangi trafik. To'g'rimi? Bu orqali, mana bu narsa orqali siz kirayotgan yangi trafikni sразу sotuvga olib ketyapsiz. Tushundingizmi? Endi mashtan kirayotgan auditoriyani siz nima qila olasiz? Mana bu yerdan pul tushyapti-yu. O'sha oldindan odamlar joylarini biroq qilib ketyapti-ku. To'g'rimi? Har kuni nechtadir zayavkalar tushyapti, nechtadir sotuvga ketyapti, lekin asosiy sotuv jarayoni hali boshlanmagan. Faqatgina hozir yopiq voronkalar ketyapti. Faqat yopiq voronkalar ketyapti, sizni lead magnetingiz orqali. Endi sizda bu lead magnitni mana bu yerda aytib ketdim. Bizning asosiy zadachalarimizdan biri привлечение новой аудитории. Ya'ni yangi auditoriyani jalb qilish dedim men, to'g'rimi? Endi sizda hozirgi etapda qanchadir auditoriya yana qo'shimcha kirdi. Sizda hozir aktivlaringiz oshdi degani. Aktivlaringiz oshdi. Aktiv nima bo'ladi desa, bizda auditoriya aktiv, eng kerakli aktiv bu. Ikkinchi aktivi sizda уже anaqa bo'ldi. Predoplatalar yig'ildi. O'z pul tushdi. Xo'p. Endi uchinchi etap, uchinchi aktiv sizda уже baza shakllandi. Уже klientskiy baza yig'ildi. Klientskiy baza bu sizning leadlaringiz. Bizning zadachamiz bularni прогреть. Da. Plus anaqa qilishimiz kerak. Точка касанияni ko'paytirishimiz kerak. Ko'proq kommunikatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Ko'proq mehr berishimiz kerak, qo'pol qilib aytganda. Tushundingizmi? Endi keyingi etap. Bizda bu narsani o'zida to'xtab qolamizmi desa, yo'q, bu narsani o'zi yetarli emas. Bizda byudjet bor, biz o'sha byudjetni ishlatishimiz kerak. Bizning keyingi etapimiz reinvestitsiya. Qanaqa reinvestitsiya qilamiz desa, bu yerda o'sha qo'shimcha voronka qilamiz. Xohlang, qanchadir byudjetini, tushgan pulni misol uchun 30%ni hozir ishlab turgan voronkani o'ziga ishlatib olsangiz bo'ladi. O'lchash kerak rezultatini. То есть mana bu bizga hozir osmondan kelib chiqqan narsa. Mana bu. Biz bu narsa, bu rezultatga biz влияние qilmaganmiz. Bu to'satdan bo'lib qolgan voqea. O'zi faqat shu narsa bo'ldi-da. Professional sotuv bo'lmadi hali bizda. Da, to'g'ri. Endi qarang, bu o'zidan o'zi bo'lib qolgan narsa, nimaga? Chunki bu hozir qanaqadir organikalarga ishonmaymiz. Sistema yo'q hali bu yerda. Bizda prosta hozir открытый воронkalarimiz orqali biz auditoriyani olib kirib olyapmiz. Bularni keyin biz закрытый воронка yoki ochishyapmiz. O'sha yerda sotuv bo'lyapti. Mikro sotuvlar bo'lyapti. Katta sotuv bo'layotgani yo'q hali. Shunaqa. U yerda prosta mayda-chuyda borib tushayotgan leadlarni prosta o'g'il qilmaslik maqsadida biz ularni sotuvga konvertirib qo'yamiz. Endi bizning zadachamiz hozirgi etapda qanchadir foizini, mana misol uchun 30% ni olyapmizda, biz o'sha lead magnitni voronkamizni kengaytiryapmiz endi.
mashqni o'ziga tikyapmiz. То есть mana bu yerda ishlayotgan strategiyamizga просто уже byudjet sarflayapmiz. Bu yerda уже konkretniy kreativlik ketyapti. O'sha lead magnitli propagandasida byudjet sarflanyapti. O'shandan keyin siz bila olasiz, misol uchun registratsiya ketyapti botda, registratsiya botga, botdan keyin lead magnitni olyapti, lead magnitdan keyin qanaqadir цепочка pism ketyapti, чтобы sizni lead magnitlaringizni ochish uchun, mana misol uchun lead magnitni olishyapti, bu yerda qabul qilishyapti. Lead magnitingiz misol uchun sizda qanaqa? Qo'lida давайте там universalniy VSL modelni olaylik. VSL modeldan keyin siz o'sha saytga o'tkazib yuboryapsiz buni landing page'ga. Landing page'dan keyin siz o'sha uni zaявка qo'yyapsiz. Endi bu yerda bizda o'sha konkretniy raqamlar paydo bo'ladi. Tak, keyingi mana bu yerdagi etaplarimizni biz o'sha primoy mana buni o'ziga olib ketaveramiz. Endi bizda trafikka qanchadir byudjet sarflandi, to'g'rimi? Ну, условно deylik, там $1000 ketdi. Botimizga nechta odam registratsiya qilgan bo'lishi mumkin? Kuniga 100 ta odam saytni nima qiladi-da? Saytga kiradi-da 100 ta. Yo'q, siz u raqamlaringizni va esdan chiqarib yuboring. Yo'q, organika. Esdan chiqazdim. Aytmoqchi bo'lganim, botga hammasini yo'naltirib, o'sha botdan ham kerak bo'lsa 100 tani men nima qilishim mumkin-da. Kuniga mana shunaqa hisob-kitob qilsa bo'ladi demoqchiman. Da, u organika takoy narsa-da, bu kutmaysiz undan hech narsani, lekin bu qolsa, приятно. Bonus bu. Takoy приятный bonus. Lekin siz mana bunga orientir olishingiz kerak. Ketkizayotgan joydan orientir olish kerak. Qolgani bu sizga qo'shimcha foyda. Unga qarab qolmang, unga bog'lanib qolmang. Хорошо, sizda misol uchun, mayli, 1000 emas, 100 ketsin. 100 ketyapti. Registratsiya botga nechta bo'lishi mumkin? Deylik, 1000 ta bo'lsin. 1000 ta уже sizga nech puldan tushyapti? $1 10 sentdan. 10 sentdan tushyapti. Da. Endi qaysidir etapgacha kelyapti, mana bu yerda qattiq sleeve bo'ldi, tam kontentlarni ochmadi, ignore qilib ketdi, o'tib ketdi boshqa etaplarga. Короче, sizni produktingizni ochyapti mana bu yerda. Nechtasi ochadi mashina o'zini? 50% ochadimi? Но если 30% deylik. Да, 30% скорее всего anaqa беспроигрышно. 300 ta. 300 tasi ko'ryapti, to'g'rimi? 300 tasi nechtasi, 300 tadan nechtasi ro'yxatdan o'tgan bo'ladi? Yarim o'tadi. 100 ta olaylik. 100 tadan nechta sotuv qilish mumkin? 100 tadanmi? 10 ta qilsa bo'ladi. Hozirgi konversiyalar bilan. 10 ta qilsa bo'ladi. 10 ta bu hozirgi konversiyalar bilan. Lekin bu yerda konversiya oshadi. Tushuntirmanda. Lekin chunki mana bor, mana narsa qo'shildi. Mashina narsani o'zi sotib berdi. Asosiy joyida. Mashina narsani ko'rib turib, mana bitta 100 ta odam ro'yxatdan o'tdi. Demak, sotuv konversiyasi bu yerda oshirish mumkin. Men baribir 10% olaman, 10 ta odamga sotasizlar. To'g'rimi? 10 ta odamdan eng sredniy chekinglar qancha edi? O'shani qanaqasiz bo'ladi? 1.330.000 olsangiz bo'ladi. $80 $80 olaylik. O'ldim degan qani? Nima edi? Narxi $90 ekan o'zi. $87. $90 deylik. $90 10 ta sotuv. 900. 900 srazu tushadimi desa, katta ehtimol bilan srazu tushmasligi ham mumkin. Но зато sizda уже bron bor. Konkretno уже qanchadir miqdorda bron bor, uni ishlatsangiz bo'ladi. То есть hozirgi tekushий etapingizda siz $100 воронkaga ketkazilgan расходni уже 900 qilib chiqardingiz. И bu holatda siz faqatgina mamutdan tushgan pulni 30% ni ishlatyapsiz. Keyingi etap bizda qo'shimcha воронkalar qilish. Misol uchun mikroproduktlar chiqarib turib, mikroproduktlarini sotuvini постоянкаga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Qanaqadir коробочный produkt arzimagan summaga, там $10-20 ga, который базовый skilllarni beradi.
odamlarga. Ba'zi bir tushunchalarni, ano, nublar uchun, novichoklar uchun. Buni ham kurs haqida aytyapsiz hozir. Da. Bu qo'shimcha produkt, bu front-end produkt deydi. Tushunarli. Front-end produkt ichiga har xil narsalar kiradi. Bu starter produktlar deyiladi aslida. Starter produktga o'sha front-end kiradi, tripwire produkt kiradi, one time offer produktlar kiradi. Sizga bu narsalarni hammasiga joy chuqurlash shart emas hozirgi etapda. Misol uchun front-end produkt chiqaryapsiz, to'g'rimi? Front-end produktning zadachasi back-end produktni sotish. Back-end produktni ikkinchi nomi flagman. Flagman bu siz asosiy kursingiz. Endi botni undan oldingi hozir bolalar bor edi-ku, который workshop qilayotganchi. Xuddi shu modelni ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerga yig'ilgan baza bor-ku. Agarda front-end produktni qo'shadigan bo'lsangiz, mana plus front-end produkt qo'shildi, bu strategiyangizga. Front-end produktingiz deylik tam $20 bo'lsin. Da 260 ming bo'ladimi? 250 ming produkt bo'lsin. 250 ming produkt nima haqida desa, 250 ming produkt mana buni demo varianti. Sizni flagmanskiy produktingiz bor-ku, hozirgi kursingiz. Hozirgi kursingizni demo varianti. Qisqartirilgan varianti. Bazaviy varianti. Tushundingizmi? Buni zadachasi mana produktni sotib ketishdir, to'g'rimi? Endi qarang. Bitta mana shu front-end produktni o'zi qo'shilganligi uchun sizda mana bitta 100 ta sotuvdan 10 tasi sotuv bo'ldi-yu. Qolgani 90 tasi qolib ketdi, to'g'rimi? Lekin отдел продаж bilan baribir gaplashadi, 100 tasini обработка qiladi-ku baribir, to'g'rimi? Endi mana shu 90 tasidan hachaba 50 tasiga mana shu produktini sotib ketsa bo'ladi. To есть 90 ta leaddan 50% ga hachaba front-end produktni sotib ketsa bo'ladi. Mayli, agarda sizda hozir $90 produktingizni olish imkoniyati bo'lmasa, bizning $20 produktimizning mazasini sezib ko'ring. Mashina o'zida sizda nechta bo'lyapti? Shunda 90 ta bo'lsa, 90 ta 45 ta bo'lyaptimi? O litli tushyapti CRMga. Xo'p, 45 ta odam $20 dan $900 bo'lyaptimi? Aha. 20 ta. $900. Qo'shimcha. Ko'rdingiz? Mana bu yerda ham plus уже $900 bo'ldi. Endi qarang. Yana bitta etap bor bu yerda. Mana bu yerda 45 ta odam keyingi jarayonlarda, misol uchun o'ylab ko'rib, yana progress qildirilsa, yana qiziqtirilsa, yana ularni miyasiga qo'yib boraverilsa, qachaba 15% oladimi anaqani? Keyingi produktni? 100%. 5 ta odam deylik. 4,5 ta yozmayman, 5 ta odam deyman. 5 ta odamingiz yana o'shani $90 produktingizni olish ehtimoli bor. Nimaga? Chunki mana bu yerda ular yana maksimalni progress qildi. Qiziqdi sizni flagmanskiy produktingizga 45 tasidan 5 tasi qiziqdi. 5 ta sotuv qo'shimcha $90 dan necha pul bo'lyapti? $450. $450. Hozir prosta bitta narsani, bitta elementni qo'shganligingiz uchun sizda hozir mana bu yerdagi $900 tushumingiz, $100 evaziga bo'layotgan $900 sotuvingiz sizga hozir avtomatik 900 plus yana 450, $1350 bo'lyapti. $1350 yana qo'shimcha foyda olib kelib beryapti. Agarda bu narsani qo'shadigan bo'lsangiz, sizda hozir 2250 bo'lyaptimi? To'g'ri hisobladimmi? To'g'ri hisobladim. Bo'l, shart emas. No, aytaylik-da, shunaqa. Shunaqa. Xullas, shu. To есть bitta arzimagan narsa sizni hozir voronkangizni optimizatsiya qilib beryapti, effektivnostini oshirib beryapti. Endi bu voronka qayerda-yu? Men voronkangiz qayerda? Ha? Raznica sezasiz, endi voronka o'zi optimallashdi sizni voronkalaringiz. Biz hali anaqaga o'tmadik. Asosiy fazaga o'tmadik. Bizda hozir faqatgina zakrit продажаlar bo'lyapti. Yopiq продажаlar bo'lyapti. Hech qayerga hali e'lon berilgani yo'q. Hech qayerda ofitsial hali anaqa bo'lgani yo'q. Nima deydi? Produkt prezentatsiyasi bo'lgani yo'q. Endi
Bizani asosiy zadachamiz keyingi etapda mana bu biz voronkani kengaytiramiz, byudjet oshiramiz. Byudjet plus byudjet ko'payadi bu yoqqa, chunki bizga bu sistema уже foyda olib kelyapti. Ikkinchisi, bizni mana front-end produktni o'ziga ham trafik olib kirsak bo'ladi. U xuddi shunaqa ishlaydi. То есть sizni qanchadir produktingiz misol uchun qanaqadir kreativlar ketyapti. Kreativlar sizni anaqangizga olib kelyapti. Mikro, deylik tak. Mana bunaqa varonka qilsangiz bo'ladi. Eng osoni. Sayt, такой landing page. Landing page'da prezentatsiya produkti ketyapti. Produkt prezentatsiyasi ketyapti video formatda, undan keyin уже offer berilyapti. Produktni oldi. Keyin уже ro'yxatdan o'tyapti. Oddiy воронка. Усложненный, complicated variantini qilsak bo'ladi. Bundan уже ro'yxatdan o'tganidan keyin сразу, ладно, kengaytirib ko'rsatamiz. Siz unga anaqaga olib kiryapsiz, botga olib tushyapsiz. Siz botga olib tushib turib, unga birinchi prezentatsiyani beryapsiz. Bu bizda CLM. Contentный lead magnet. И bunaqa CLMlarni ko'paytiraveramiz. Okey. Butdagi keyingi etap bizda уже anaqa qilamiz. Nima deydi? Landing page prezentatsiya bilan. Produkt yo'q bu yerda hali. Biz bu yerda hali front-end produktni narx-navosini yoki front-end produktga o'tkazmaymiz. Bu landing page faqatgina video prezentatsiya uchun. Video prezentatsiyani oldi, produkt haqida ma'lumot oldi, kerakli ma'lumotlarni oldi. Bu yerda biz unga produktni ideyasini, legendasini, ma'nosini, nima uchun tuzilganini, nima muammoga yechim berishini biz bu yerda auditoriyaga tushuntirib berganimizdan keyin biz uni ikkinchi landing olib ketamiz. Landing page 2. Bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda o'zi sizni bu front-end produktingizni sotuvi bo'ladi. Bizning zadachamiz hozirgi etapda botga olib tushib olganimizdan keyin mana bu CLM orqali bu birinchi etapga olib tushib oldik. Keyin botdan ro'yxatdan o'tganidan keyin mana bu joyini bitta kesib turaylik. Bunday qilamiz. Botda biz landing page'dan ro'yxatdan o'tadi-yu. Registratsiyadan o'tganidan keyin bu yana botga o'tib olamiz. Botda biz yana уже qo'shimcha kontent beramiz, lekin bu kontentlarni уже SLM nomi. Sales lead magnet. Bu уже mamga boradi. Tushundingizmi? Bu landing page'ga o'tadi. Bu landing page'ning ichida sizni front-end produktingiz haqida уже ochuvchi informatsiya beriladi. Nima u, qanaqa, u necha pul, narxi. Bundan keyin уже сразу anaqa o'tib ketadi. Onlayn oplataga o'tib ketadi. Xullas, arzon narsa siz qimmat narsani sotishga yordam berib ketadi demoqchisiz, to'g'rimi? Da. Shunaqa varonka bo'ldi, to'g'rimi? Da. Arzoni qolib ketaveradi arzonida. Boshqatdan bering savolingizni. Qimmat kursingizni sotishga arzon narsa orqali kelasiz demoqchisiz, to'g'rimi? Arzon. Bu hozir bitta variantimiz. Bu bizning ikkinchi strategiyamiz hozir. Undan oldingi mana bepul narsa edi вообще. Bepul narsa keluvdi. Hozir mana bu yerda mikro produkt qo'shildi. Mikro produktdan tashqari hozir yana biz yana uchinchi anaqani ochamiz. Sotuv etapini. Qarang. Mana bu уже и так mana bu уже сразу onlayn oplataga ketyapti. To'g'rimi? Botni ignore qilsa mana bu yerdan kelyapti. Ikkinchisini ignore qilsa mana bu yerdan keladi. To'g'rimi? Buni ham ignore qilsa mana bu keladi. Ikkaveradi shunaqa. И yana bitta savolda, lead magnet deganda nimani nazarda tutyapsiz? Это какой-то o'sha
video postlar, foto postlar, anaqa tekst postlar shunaqa o'shani aytyapsizmi? O'sha sotuvga, keyingi qadamga chorlaydigan publikatsiyami xullas? Qayerda? Mana misol uchun bitmagnit degan so'zni ko'p ishlatadi. Ha. Bu определенный контентный цепочка, который sizni mana bu prezentatsiyangizni ko'rishga yetaklaydi. Keyingi qadamga chorlaydi xullas. Hamma bitmagnit deganda o'sha narsa nazar. Keyingi etap bu уже registratsiyadan keyin yana уже keyingi etap. Bu уже продающий etap. Продающий контентlar, qanaqadir цепочка pism, рассылкаlar, который bu уже сразу lendingga olib boradi. U lendingda уже ma'lumotlarni olib turib, уже сразу onlayn oplataga o'tib ketadi. Bu yerda parallelno zaявка tushganligi uchun bu narsa sizni CRM'ingizda ko'ringanligi uchun bu yerda отдел продаж обработкасini qilib ketaveradi. Tushundingizmi? Da. Deylik, sizda misol uchun bunisiga уже расход ketyapti, 1000 ketyapti, to'g'rimi? Mana bu yerda qanchadir summa chiqardingiz, mana bu yerda 2250 chiqardingiz, $100 dan, mana bu yerda hozir $1000 ajratyapsiz. $1000 bu yoqqa ketkizyapsiz-da. Bu yerda sizga уже registratsiya misol uchun $1000 evaziga qancha olsak bo'ladi? 5000 ta olaylik deylik. То есть bizga 01 dan по-любому tushmaydi, уже qimmatroqga tushadi. No, mashina olamiz. То есть 10 sentdan emas, 50 sentdan tushyapti deylik. Har bitta registratsiya. 5000 ta odam keldi sizga. Ustoq hisobladikmi? Я 0,2 ekan-ku. Adashma. Ну, короче. 0,2 dan tushyapti sizga. Уже 2 barobar qimmatroq tushyapti-da. Дальше, endi men bu osmondan o'tgan gap, anaqalarim, raqamlarim просто mohiyatda o'zini tushunib oling demoqchiman-da. Uni keyin уже launch qilganingizdan keyin bor, varonkani yo'lga qo'yib olganingizdan keyin bor, sifralar по-любому o'zgaradi. Hozir balkim слишком optimistik, yoki слишком pessimistik bo'lib qolishi ham mumkin, men bilmayman. Uni test qilish kerak. Daqqa o'tyapti, bamitda sizda уже registratsiya ketyapti, to'g'rimi? Etapda. Bo'ldi, mana bitta prezentatsiyangizni ko'rdi. Prezentatsiyangizdan 5000 tadan 3000 tasi ko'rdi. 3000 tasidan deylik nechtasi ro'yxatdan o'tishi mumkin? Yarmini olaylik. 1000 bo'lsin. 1000 ta odam o'tyapti. 1000 ta odam keyin mana bu etapga o'tyapti. Mana bitta sizni уже front-end produktingizni 100 ta odam sotib oldi deylik, 10%. 10% necha pul dollar, necha pul edi bizning front-end produktimiz? $20 edi. 2000. Bu yerda yana 1000 ta turibdi. 1000 tasidan 100 tasi olgan bo'lsa, 900 tasi yana qolib ketyapti. 900 tasini ham yana обработка qilsangiz qanchadir sotib qilsa bo'ladi. 10% ni yana chiqarsa bo'ladi misol uchun-da. Endi sizni keyingi zadachangiz o'sha 100 ta olgan odamlar siz o'shalardan yana 10% nimi 20% nimi chiqarib turib, aniq qilishingiz kerak. Flagmanskiy produktingizni tiqib ketishingiz kerak. Который sizda $87 $90 nechta pul edi? 90. Shu. Ha. Undan ham plus minus sizdan 10% ni olsin. 10 ta odam bo'ladimi, 20 ta odam bo'ladimi? Bu ham sizga o'zi qo'shimcha foydada. Siz mana buni o'zida yetak chiqarib oldingiz o'sha tikkan pulingizni. No, siz faqat nima deydi? Pulni chiqarish uchun ishlayvermaysiz-ku. Pribylga kirish kerak-ku, to'g'rimi? Bu zadacha sizga hozir mana как lokomotiv bor, lokomotivni tortib ketadigani bo'ladi-yu. O'sha tortib ketadigani sizda hozir mana bo'lyapti-da, lekin foyda asosan mana shundan bo'lyapti sizda. Tushundingizmi? Uchinchi etap bo'ladi. Уже sizda определенный kattaroq byudjet shakllandi. Uchinchi etap sizda bu yerda anaqa bo'ladi. Ochiq sotuvlar. Sizda qanchadir baza yig'ildi, auditoriyada. Уже ko'proq yig'ildi, chunki siz mana bu ham pul tikdingiz, mana bu ham pul tikdingiz, уже auditoriya по-любому xohlaysizmi, xohlamaysizmi, qanchadir baza yig'ildi. Mana bu 900 ta odam bor, hali sotib olmagan. Mana bu misol uchun bizda yana nechtadir odam bor sotib olmagan misol uchun. Nima qilish kerak? Bular bilan ishlash kerak yana. Bularni hammasini bitta joyga yig'ib turib,
bularga уже qisqa formatda progrrev qilib turib, progrevni там двухдневный qanaqadir master-klass o'tkazib, besplatnik bo'lib, besplatnikda sizga sotuvlarni ochishingiz bo'ladi. Eng osoni, eng oxiridagi shu. Lekin bungacha bo'lgan proseslarni mana buni qo'yib olish kerak-da. Imama narsa sizda postoyankada ishlaydi. Misol uchun zapuskilarni sizlar misol uchun har 2 oy qilaman desanglar, chunki 1 oy sotasizlar, misol uchun 1 oy sotasizlar, keyin 1 oydan sotib berasizlar. Bu yerda sizlarning mikroproduktinglar, mana bu arzimagan produkt bor-ku, $20. Bu postoyanka har kuni sotiladigan sistemaga bo'ladi. Sizlarga agarda buni varonkani shunaqangi qilib qo'ysangizki, sizni produktingiz, front-end produktingiz har kuni sotiladi, lekin uni ketidan keyin sizni asosiy produktingiz, ya'ni flagmanskiy produktingizga zapis bo'lib turib, joyini bron qilib, oldindan joyini egallab qo'ysa, bu yana sizga qo'shimcha buyruq kerak asosiy zapiskizga. Tushunarli. Qiyin tushuntirmadimmi? Yo'q, приблизительно tushundim, faqat oxiridagi mana ikkinchi nimani aytganingizni 50 ga 50 tushundim-da. Qaysi birini? Mana oxiri aytib o'tganingizni, oxiridan bittasini. Mana buni. Mana bitta ba'zi yig'iladi sizda. Yo'q, undan tepasidagi. Mana buni. Bu o'zi sal qiyinroq ekan-da. Bu уже усложнённый воронка, да. Bu nimaga deydi? Bu kaskadная модель. Kaskadная модель bu многоуровневый воронка degani. Ko'p darajali, ko'p etapli, ko'p darajali воронка degani. Tushunmadim deganim, prinsipi tushunarli tushuntiryapsiz, lekin anaqa. Mavzu sразу qabul qilish непонятно. Realizatsiyasini o'ylayapman-da. Da, tushundim men sizni. Xo'p, buni sotuvini men har kuni qo'yardim. Xullas, agar raqamlarga keladigan bo'lsak, bu yerda o'sha точка B bizda nima bo'lyapti? Bizda misol uchun birinchi produktimiz bor, front-end deylu. Front-end produktim menda sotuvi ketyapti. Plus yana flagmanskiy produktimiz sotuvi ketyapti menda. Flagmanskiy sotuvimni menda hozir shunda $100 bilan menda deylik 2250 chiqaryapman, slovnida. Agarda $500 tutganmansam 5 barobar ko'proq chiqara olaman degan. U ham do какой-то до поры до времени-da. Har doim ham zo'ra ko'payamiz beravermaydi varonkalar. Eskirish degan narsa bor, amortizatsiya degan narsa bor varonkalarda. Eskiradi varonkalar. Varonkalarni doim obnovlash qilib turish kerak. Doim yangilab turish kerak bo'ladi. No 10-20% progressni hisob turib kamroq olamiz. O'shanga hop, nima yana? Chut o'zim adashib ketaman, bor. Короче, вот. Bu yerda birinchi varonkam, lead magnitli varonkam orqali menda qanchadir sotuv bo'lyapti. Nechta sotuv bo'ldi bizda? 5 plus yana bitta nechta edi? 10, 15, 20, ну, короче, 20 ta odam deydi. To'g'rimi? 20 ta odam bo'tdan bo'ldi. Stajimlar bilan sotuv bo'limini такой поджарить qilgan paytimizda, bu mana bitta ekan. Mana. Bu lead magnitli varonkamizda. Front-end produktini menda ham deylik 100 ta odam olgan bo'lsa, 100 tasidan men 200 ta odam olgan bo'lsa, 200 ta odam olyapti menda, plus 13 dan men yana 20 ta sotuv qilaman front-end produktga. O'tga plus 20 ta ketyapti. O'shanda meni bu yerga vyruchkam nech pul bo'lyapti? $20 dan bo'lsa, 2000 bo'ldi. 20 dan 200 ta. Bu yerda menda $40 ta bo'lsa, nech puldan ko'paytiraman buni? $90 dan. O'shanda nech pul bo'lyapti? Tak, nechta odam bo'ldi? 40 tani $90 gami? 2600 bo'lyapti. 3600. Общий summada, ну, tam deylik, bu hali yana ko'payadi. Chunki men hali meni ham qo'shmadim-ku. Ochiq sotuvi. Faqatgina hozir men 2 etapga qo'shdim, to'g'rimi? 3-chi etapga hali qo'shganim ham yo'q. U yerda asosiy sotuv aynan o'sha joyda bo'ladi. O'sha sizga ham deylik, plus yana 30 ta olib keladi. Plus 30 ta sotuv bizda o'sha 3-chi etapda. 3-chi sotuv jarayonida bu bizga nech pul bo'lyapti yana qo'shimcha? O'shanda nech pul bo'lyapti общий выручкamiz? 5, 6, 6300. Plus yana mana bu yerga 4000.
Bu bizga mana уже 10.300 beryapti. Mani keyingi etapim keyingi zapusk. Bizda maqsad faqat bir martalik zapusk qilish emas, bizda doimiy sistemani shakllantirish-ku. Постоянный sotuvlar bo'lish kerak, постоянно pul tushishi kerak, to'g'rimi? Mani zadacham 20% ni olib qo'yib, keyingi zapuskimga investitsiya qilishim kerak. O'zim tushuntirimdan emasdi, zapuskimni o'zidan o'zini topgan foydasidan o'ziga tikib olishim kerak. O'sish uchun. Qanchadir byudjetni faqat auditoriya yig'ish uchun qo'yishim kerak, qanchadir byudjet faqatgina lead magnet orqali varonkamga kiradigan qilishim kerak, qanchadir byudjet faqatgina front-end produktini sotiladiganiga qo'yishim kerak, qaysidirlarini предзаписка qildirishim kerak. Xullas, bu byudjetni ham men aniq qilishim kerak, taqsimlab tashlashim kerak, распределение qilishim kerak. Da, tushunarli. Endi hozir bu efir yozib olasiz, to'g'rimi? Yozyapman. Publikatsiya qilasizki, yana bir kamida 10 marta ko'raman shekilli. Da, lekin to'g'ri. Tushunolmaguncha ko'rib olishni tavsiya qilaman. Xolos, siz anaqa bor bizda. Nima savolingiz bor? Menga savolingizni aytib keting hozir issig'ida. Bu savolimga javob bergan bo'lishingiz mumkin, lekin bitta narsa o'zi bir necha kundan beri qiynab kelyapti. Misol uchun Instagramda ham ko'p обращение bo'ladi-da. Xo'p. Hozir mana organika kelyapti-da. O'sha organika ko'p. Men o'ylayman, shu ularni biz qildirib bera olmaymiz. Yaxshi. Men nima qilmoqchiman? Oldin bizda Instagramda direktga yozgandan keyin chatbot aytdim-ku, har xil anaqa переписка qilib o'zi oxiri saytni tashib berardi. Men hozir hammasini olib tashlamoqchiman-da, bitta mo'shniy offer berib, uni hammasini Telegramga sливать qilmoqchiman сразу. Qiling, Telegramda lead magnet bering. Telegramda lead magnet bering-da. Lead magnetga kirish, короче, Telegramingizga kirish uchun odamlarda bahona bo'lish kerak. Tekin darslik. Bahona sizning lead magnetingiz bo'lsin. Ularga qo'shimcha value bering, qiymat bering. O'shani ketidan keyin odamlarni Telegram kanalingizga tortib oling. O'shadan keyin sizlarga dajim qo'yasiz. Endi qarang, Telegramni отдельный kanal qilaymi? O'sha lead magnet qilish uchun yoki основной kanalimga tortaymi? Основной kanalingizga torting. Nimaga? Chunki ba'zi bitta joyda yig'ilish kerak. Men bir marta o'zimni zapuslarimda 99 ta kanal ochib tashlaganman. Hozir endi hamma o'sha 99 ta kanaldan hamma ba'zani bitta kanalga yig'diryapman. Zapuskda ham odamlar shunaqa qilishadi-yu, bitta отдельный kanal ochishadi-da. Misol uchun birinchi zapuskka bitta kanal, ikkinchi zapuskka ikkinchi kanal. Keyin o'sha baza qo'yaveradi, yotaveradi. Yotaveradi, keyin ular ishlamaydi. Har safar yangi trafik olib kiraveradi. Eski baza bilan ko'pchilik ishlashni bilmaydi. Ishlamaydi. Lekin asosiy sotuvlar har doim o'sha eskilardan bo'ladi. Nimaga? Chunki siz уже ularga qachondir qaysi paytlar investitsiya qilgansiz, byudjet sarflagansiz, trafikiga, olib kirishiga, u odam sizga уже necha pulgadir tushgan, lekin uni haligacha oqlamagansiz. Qaytara olmaganman. Da. Ko'pchilik shuna qiladi, nimaga? Chunki ko'pchilik bosh xotirgisi kelmaydi. Ekspertlar bu narsani qilmaydi, nimaga? Chunki tushunmaydi bu narsalarni, ichiga kirishmaydi. Ular uchun bu şey tuman. Prodyuserlar nima qiladi? Prodyuserlarning zadachasi просто qisqa vaqtda tez soqqani urib ketish bo'ladi. O'shaning uchun ularga qizimas, ba'zi shmazi, balo-batar tudashida ular long term fikrlamaydi, uzoq muddatga o'ylamaydi ular. Ular ana zapuskini qiladi, tik o'zinikini olib ketadi, chiqadi, ketadi. Tushunasizmi? Ularga qizimas, ushlab qolish, ishlash, ba'zi bilan ba'zan oqlash. Demak, aytaylik, mana qilsa bo'ladi. Mana Instagram bo'ladigan bo'lsa, Instagramga odamlar yozyapti-da, men ularni botga yo'naltiryapman-da. Botda lead magnetim ketyapti, bot ham o'sha bazani основной kanaliga ham jo'natyapti. Da. Shunaqa qilsa to'g'ri boshlanishiga. Trafik botdan keyin kanalga ссылка berib yuborsangiz bo'ladi, asosiy lead magnetingizni kanalda berasiz. Tushundingizmi? Sizda hozir baza ham Instagramda ham yig'ilyapti, ham botda ham yig'ilyapti, ham Telegram kanalda ham yig'ilyapti. Paylik bu xohlaysizmi, xohlamaysizmi, progressingizni ko'radi. Telegramda ham, Instagramda ham, botda ham. Tushundingizmi? Просто aytaylik, men progress deganda mana bunaqa narsalarni nazarda tutyapman. Aytaylik, siz mijozimsizda Instagramga yozdingiz, men siz botga tashladim. Telegram ссылкani berdim. Ссылкаga kirdingizda, u yerda chiroyli storylar, chiroyli anaqalar,
aytaylik, publikatsiyalar. Lekin botda men sizga audio сообщение video сообщение jo'nataman. Oddiy video сообщениеda. Men ko'chada ketayotganim, illi kafega kirganim, hozir tez kunda mana shunaqa narsa bo'ladi. Men bu natijalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin deyapman-da, o'quvchilar natijasi kanalini botda jo'nataman. Men u narsani постоянный kanalda qayta jo'natavermayman, chunki ba'zi o'shaning uchun ham sizda doimiy ishlaydigan varonkangiz bot orqali bo'ladi. Tushundingizmi? To есть har bitta varonkangiz uchun alohida bot yasab o'tirish shart emas. Bitta botni o'zida har xil tsepotchkalar qilib ketasiz. Men xohlasangiz o'zimni misolimni sizga ko'rsataman. O'zimni varonkalarimni ko'rsataman-da, tushunib olishingiz uchun. Bitta savol, qaysi anaqani maslahat berasiz? Misol uchun konstruktor bo'ladimi yoki bitta bot zakaz qilib qolgan yaxshimi? Так, ana bu ekran demonstratsiya qila olaman. Ana bu demonstratsiya ekranini qila olmas ekanman. Qanday? Bu Telegramda ishlamas ekan. Hozir to'xtang, men yo'lini qilib qo'yaman hozir. Xo'p. Так, ishlatdim. Bo'ladi. Da, ko'rinyapti. Qarang. Ko'rinyaptimi? Mana bu hammasi varonkalar, de? Bo'lgan varonka. Mana bu varonkani подписку, mana o'sha подпискаdan keyin сразу botga ketib lead magnet oladigan varonkalar. Bundan tashqari yana menda boshqacha varonkalarim ham bor. Mana VSL varonkalarim menda. Mana har xil varonkalar ko'rasiz. Men bitta qanaqadir varonkalar yasaganman, har bitta lead magnetim uchun alohida o'zini varonkasini yasaganman. Bu rassovkalar menimcha. Tak. Mana front-end varonkam bor mana. Front-end varonkamni ko'rsangiz, o'zi bashi strashniy varonka. Mana. Mana. Har bitta etapda o'tdi. Eng qizig'i bular hammasi bitta bot ichida. To есть просто bitta mana link bo'yicha o'tib ketsa, mana varonka bo'yicha ketadi. Mana link bo'yicha kirsa, bu varonkalarga o'tib ketadi. Xullas, har bitta linkni bossa, o'zini varonkasiga o'tib ketadi-da. Вот. Shu. Mana shunaqa varonkalar yasalgan. To есть mana bu sistema. Bu faqatgina trafik ustida ishlashingiz kerak bo'lgan varonkalar-da bu. Telbotda qilaman men. Men qilmayman, endi bolalarga tez beraman, konkretniy задача beraman, men logikasini tushuntiraman. Ular уже mashina yasab o'tirishadi. Shunaqa odam yo'qligi ham ozgina qiyin bo'lyapti-da, o'zimga qolib ketyapti. Bu odamlar qilib yotibdi, men kontaktini berib yuborishim mumkin, muammo yo'q. Da, yaxshi bo'lardi agar zo'r bo'lardi. Harakat qilib ko'rardik bog'lanishga. Вот. Shu, to есть mana shunaqa formatlari bor. Keyin nima yana? Tak. Tak, yana savolim bor edi. Da, xullas, в принципе, mana shu ham javob bo'la oladi. Javob bermaydigan odamlar ko'p edi-da. Qiziqish bildiradi. Tak, javob bermaydigan odamlarga men yana bitta nima qilgan bo'lardim, yana bitta instrument qo'shardim, bu community manager.
direktda постоянно kommunikatsiyani olib boradigan odam qo'yardim-da. O'sha odam ishoning 4ta 5ta menejeringizdan ko'ra yaxshiroq sotib beradi. Просто перепискani o'zida. Nimaga? Chunki bu sizga loyalnost beradi-da. Auditoriyadan. U loyalnostni keyin sizni sotuvchilaringiz o'zini foydasiga ishlata oladi. Ertalik mavzu. Da, tushundim. U loyalnostni men anaqadan chiqarmoqchi edimda. Misol uchun botda tam esingizga. Yo'q, uni qo'yib chiqaraverasiz, lekin alohida direct manager qo'yib turib, bu qarang, mana bunaqa narsa, namoyish sredstva хороши deydi. То есть nima instrument bo'lsa, hamma instrument ishlab turish kerak. Qachonki bu samarasini bersa. Agar effektivность bo'lmayaptimi, cho'qib kerak bu instrument. Naqd kerak. 2 million narsani qilib turib. O'shaning uchun community manager qo'yib turib, alohida Telegramda ham, alohida direct перепискada ham olib borish kerak. Nimaga? Chunki bu yerda ham effektivность oshirishga yordam beradi-da bu. Tushunasiz? Tushunarli. Xullas, birinchi qiladigan ishim shu botdan auditoriyani botga yo'naltirish. Birinchi qiladigan ishingiz boshqa bu emas. Birinchi qiladigan ishingiz odam auditoriyani o'rganib oling. Nimani o'rganib oling? Auditoriyani. Analiz o'tqizish kerak. Birinchi o'rinda analiz o'tqizish kerak. Nimaga? Chunki analizsiz mana hamma tuzgan narsalaringiz bor, bir teng bo'ladi. Ishoning menga, bir teng. Chunki siz bularga berilayotgan ma'nolarni noto'g'ri bersangiz, tuzgan voronkalaringiz hammasi faqatgina minusga ishlaydi. Varonka tuzish bu botlarni bir-biriga ulab yuborish, SMS-larni bir-biriga ulash degani emas. Oxirgi qiladigan ish bu. Oxiridagi etap bu texnический etap. Lekin aslida bu yerda strategический joyi bor. Strategический joyi bu siz mana analizda qilib turib, qaysi segmentga qanaqa produktlar beryapsiz, qanaqa front-end produkt chiqaryapsiz, nech puldan chiqaryapsiz, ichidagi naполненияsi kimga mo'ljallangan bu, qaysi og'riqlarni yopadi, qaysi muammolarni hal qiladi, qaysi e'tirozlari bilan ishlay oladi. Hammasini analiz qilib turib, karta смыслов yig'ib turib, keyingina уже продуктовый lineykani sozdaniyasiga o'tib ketasiz. Продуктовый lineykani sozdaniyasiga o'tganingizdan keyin siz уже voronkani turini tanlaysiz. Voronkani turlari ham qilib yotibdi. Men sizga hozir просто misol sifatida ko'rsataman sizga qanaqa voronkalar borligini. Mana. Ko'ryaptimi? O'zi nimadan boshlanadi? Mana bizda analizdan boshlanadi, fakultet analizi. Bu bizni har bitta kelayotgan odamlarning natijasini o'lchab boramiz-da. Qarang, qayerda nima bo'layotganligini. Mana. Analiz fakulteti. Hozirgi men sizdan so'ragan narsalarimni analizini o'tkazamiz. Keyingi etap bu strategiya и masshtab. То есть kerakli sizni holatingizdagi masshtabga chiqish uchun to'g'ri mos strategiyalar tanlanadi. Keyingi etap auditoriya bilan auditoriya analizi, bozor analizi, konkurentniy analiz, segmentatsiya, KSDFlar, portret целевой аудитории. То есть biz bu yerda kimga nima berayotganligimizni o'rganib olishimiz kerak. То есть biz bu yerda segmentatsiya qilamiz, целевой auditoriyani aniqlaymiz, anketa orqali biz KSDFga odamlarni yig'ib olamiz, KSDFlarni o'tkazamiz, KSDFni o'tkazish. Portret shakllantiramiz, keyin уже KSDF asosida har bitta целевой auditoriyani, har bitta avatari portretini tuziladi bu yerda. Keyin уже karta смыслов, konkurentniy analiz, benchmarking. Вот. Дальше уже birinchi monetizatsiya fakulteti bor bizda. Monetizatsiya fakulteti bu уже сразу birinchi foydani qilish strategiyasi. Такой mikrozapуск, mikrosotuvlar qilish yo'li. Nimaga? Chunki cho'zib olmaslik maqsad bu yerda. Upakovka уже bu yerda уже ekspertni ham, biznesni ham, shaxsni ham xohlagan narsani upakovkasi bu yerda pozitsionirovание, распаковка, brend platforma, fundament, brend uchun fundament, arxetiplar, tone of voice, legenda, emotsiya и так далее. Дальше уже декомпозиция. То есть strategiya tuzilgandan keyin biz уже bu strategiyani raqamlashtirishga o'tishimiz kerak. Har bitta etapdan bizda nechta odam o'tishi kerak, bizning maqsadimizga yetib borish uchun. Ya'ni bizda misol uchun 100 ta sotuv qilishimiz uchun bizda 100 ta sotuvdan bo'lgan etaplardan nechta odam o'tib kelish kerak. Qaysi etapda nechta odam bo'lish kerak? Mana misol uchun trafikdan nechta odam kirish kerak, voronkani har bitta etapida nechta odam bo'lish kerak,
tushum anaqasini bu обороткani hisoblash formulalari bo'ladi. Bazani dekompozitsiyasi, produktlarni dekompozitsiyasi, strategiyani o'lchash formulalari, Pinaku formulalari bor и так далее, так далее, так далее, так далее. Hop. Продуктовый fakultet уже analizdan kelib chiqib, keyin уже produktlarni tuzishni boshlaysiz, MVP produkt tuzasiz, такой test qilib olishingiz uchun offerni darabotka qilasiz. Produktni sifatini va samaradorligini oshirish bo'ladi hali, chunki bu yerda metodologiyani ustida ishlash kerak bo'ladi. Produktni ideyasi, NPS, copyboarding, ценовая политика, методология, продуктовая экосистема. Дальше keyin уже matriца продуктовая bo'ladi. Matritsani ichiga o'shani boya aytganimda FBF'li, lead magnetli, MLM, CLM, SLM, starter produktli, tripwire, one time offer front end, flagmanskiy produktlar. Bundan tashqari profit maximization degan narsalar bor. Foydani oshiruvchi produktlar bo'ladi. Upsell, downsell, upsell, high dollar offer degan narsalar bor. Like adjuster produktlar bor, которые premium produktlar, umuman lineykada sotilmaydigan, faqatgina yopiq formatda sotiladigan produktlar bo'ladi. Produktlarni shakllantirganingizdan keyin воронка tuzishingiz kerak bo'ladi o'sha produktlaringiz uchun. Tam premialniy produktingiz uchun o'zini воронка strategiyasi bor, tam flagmanskiy produktlaringiz uchun воронкалар bor, ochuv воронкалар boya tushuntirdim men sizga, yopiq воронкалар bor, stories воронкалар bor, master klasslar orqali воронкалар bor, efir razbor, plus yana baza bilan ishlash, webinar after webinar, marafon after marafon, evergreen, front-end воронка, VSL воронка, PLF воронка, doimiy воронкалар pautinasi, reels воронка, organic воронка, многоуровневая воронка, каскад, лид-магнит, директ, автоплата, FBF. Короче, temalar. Trafik o'tiladi. Trafik bu уже конкретный naukada, chunki trafik bilan ishlashni bilish kerak. Конечно, agar trafikka tam $500, $1000 ishlatayotgan bo'lsangiz, uni boshingizni qotirmasangiz ham bo'ladi. Lekin agarda siz har zapuskingizdan zapuskka o'saman desangiz, sizda birinchi zapuskingizga 1000 sarfladingizmi, u sizga 10 ming olib keldi, siz 20% ni reinvestitsiya qilishingiz kerak bo'lsa, o'sha keyingi zapuskingizda 2000 ishlatishingiz kerak. Shart. Условия shunaqa. 20% ni olib qo'yish, 20% ni tikish. Nima bo'lsa ham tikish degani, bu sizga nechta pul olib keladi? Bu sizga misol uchun 30 ming olib keladi. 30 mingni 20% ni tikasiz bu yerda o'sha qancha bo'ladi? 6 ming bo'ladimi? 6 mingni tikishi уже o'ylanib qolasiz-da, уже tikayotgan paytingizda. Qayerga tiksammikin, qanaqa o'lchasammikin, bu kichkina pul emas-da, trafikni ishlatish uchun. Уже har bitta jarayonlarni ishlatish kerak, har bitta trafikni o'lchashni bilish kerak. Keyin bu yerda уже moliyani hisoblashni bilish kerak, eng kerakli narsa. Boshqaruv fakulteti, komanda bilan ishlash, KPI, marketing komanda, produkt komanda, sotuv bo'limi, reputatsiya, moliya и так далее. Sotuv fakulteti, o'sha sotuv bo'limini qurish, sotuv bo'limini optimizatsiya qilish, moplarni ishlaga olish, sotuv bo'limidagi sistemani shakllantirish, outsourcechilar bilan qanaqa ishlash kerak, in-house sotuv bo'limini qilayotganingizda nima qilish kerak и так далее, har xil instrumentlar. Oxiri mana analitika fakulteti. Hamma qilgan jarayonlaringizni o'lchashingizni bilishingiz kerak. RNP отчетlar degan narsa bor, har kunlik bo'ladigan отчетlar. Har bitta varonkani etapini o'lchashingiz kerak, ko'rsatkichlarini. Keyin o'sha bu yerda marketingoviy ko'rsatkichlar bor, CAC, LTV, churn rate, retention rate, balo-battar, engagement rate, ROAS, ROMI, CPL, produkt ko'rsatkichlari и plus mana bitta moliyani ko'rsatkichlari bor mana. Qancha nech puldan tushyapti, unit ekonomikani hisoblashni bilishingiz kerak. Unit ekonomika chunki bu sizni ertaga foydaga kiryapsizmi, kirmayapsizmi degan tushunchani shakllantirishga yordam beradi. Plus bu men sizga ko'rsatgan narsam, bu bizani mentorskiy produktimizni anaqasi, temalari. O'zimni produktimni ichidagi mavzular. Обновленный produkt. Tushunarli. Siz o'zingiz bu narsalarni qayerda o'rgangansiz? Men bu narsani ichida 7 yildan beri shug'ullanib yuraman. Har xil odamlardan o'rganganman. Точно bu yerda o'rganmaganman. Amerikanlardan o'rganganman, Rossiyaliklardan o'rganganman, Ukrainalardan o'rganganman. Haligacha. Zo'r, конечно, hammasini bilgan odam zo'r qila oladi. Mayli, paytapni ertaga boshlaymiz unda. Даже сегодня bugun boshlasak bo'ladi ko'p narsani. Da. Qiziq bo'lsa, welcome, qatnashing. Sizga bolalarga aytib qo'yaman, aloqaga chiqishadi. Agar qiziq bo'lsa, sizga bitta joy olib qo'yishadi.
bizada produktimiz bor, который boshlanadi yaqin orada, o'shaning ichida mana shu temalar bo'ladi. O'tdi biz 2 oy ichida hamma bilan mana shu etaplarni o'tkazib kelamiz. То есть men o'zim yordam beraman bu jarayonda qatnashishga. Sizlarga mana shu narsani to'g'ri va samarali qilishga yordam beraman. Unda lit magnetizmni tashlab qo'yarsiz. Qiziq, обязательно. Chunki o'zimiz ham mana shu narsadamiz. Nima deysiz? Lit magnetimda уже o'tiribsiz. Keyingisini demoqchiman. Bo'ldi, men aloqaga chiqishadi o'zlari. Da, lekin Abdusha rahmat, ko'p narsani anaqa popovочкам qo'yib berdingiz. Все, дальше xudo xolasa ko'raveramiz. Shu savollaringiz bo'lmasa, unda anaqa qilamiz, tugatamiz. Da, buni efirini kutaman agar nima qilsangiz, publikatsiya qilsangiz. Все, хорошо. Ko'p narsa уже esdan chiqib ketdi-da. Хорошо, publikatsiya qilib qo'yamiz. Xo'p, rahmat katta. Charchamang. Bo'pti, rahmat. Salomat bo'ling, charchamang. Rahmat.